400'den de atadi. Jerila ekan ama. Narxı o'tmayman biroq. Bede toza ekan. Mayın. Qancha o'rin berdi aka? Qancha o'rin berdi aka bu? 2 o'rin. 2 o'rin berdi. Bo'lishi 400 mi? 400 kam var. 400 kam var. O, dehqonmi? Chol sotasiz. Chol sotasiz. Bo'lishi qancha? 90. 390 mı? Bo'lishi. Bulda sizdenmi? Bundan bizde mi? Pul qancha? 400 bu. Bu qancha o'rin? 2 o'rin bu. Bulda 2 o'rin deydi, 400 deydi bo'lishi. Shu yerga kelaverasiz. 2 o'rin. Assalomu alaykum aka. Nasılsınız yaxshi? Qancha atasiz? Assalomu alaykum. Chöp turganda bo'lyapti. Toz çöpleri 300 volt at. Wow. 250'likten. To'y cho'pi nima var? Buna toz çöpü. Bu qanday cho'p nima? Bu cünük el aldım. Jo'noko'ylar cho'pi. Bular to'y cho'p qanchadan bo'ladi aka? Tozlar 300 volt at. Mayincha o'xshaydi bular. 300 dan bo'ladi. Ha, yaxshi. Kar çöpleri 250'likten. Bular qanchadan bo'ladi? Jo'noko'ylar cho'p. Bunlar şuna olsun kerak da. Bunlar kar çöpleri 250'likten. Buna narxlari var? Ha. Bularchi? Sarı cho'plar bunalar 250 dan deydi akam. Bu jo'noko'ylar to'cha o'xshaydi. Qurg'oq cho'p ekan. 250 dan deydi. Narxi ko'p cho'plardagi 200, ya alar 300 dan deydi. Nao cho'pni ko'rilish ekspertiya o'xshaydi. Ekspertiya ekan nima var? Assalomu alaykum. Jo'noko'ylar qara cho'pmi? Assalomu alaykum. Cho'p qanchadan dedingiz aka? 250. 250 dan. Qayerdan cho'p? Assalomu alaykum. Sizlar aka. Uran TV. Ha, bu qayerdan cho'p aka? Yok buna öz yiyip eder. O'zgandikilar. Ha, olib sotar o'xshaysiz ha. Cho'plarning bog'larida bir ko'rilishi bo'lsaqda, beda jo'xshaydi. Assalomu alaykum. Cho'p sizdanmi? Benden. Cho'p sizdanmi? Cho'pni qanchadan dedingiz? Çöpte 250 mi? 250 dan berasizmi? Bo'lishi 250 mi? Bol mu 250? Ani pastiga yo'q a? Bu qayerdan cho'p aka? Irisun cho'pda, jo'nli to'ni cho'p ekan. Bedalar jo'xshaydi aka. Bunalarmi? Narxdami? Buna samandarda ham tarta ketilsa bir sira. O yerda ekspertiya paraşüt. Ekspertiyalarni qanchadan dedingizlar aka? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Cho'pni qancha dedingizlar ekspertiyaga? Ekspertiya 280 satıldı. Satılib ketdimi? 280 dan ekspertiya sotib turman. Bu qaysi pressdagi? Klassdan press. Biz o'xshaydi, klass bosgan emas o'xshaydi bu pressda. Shu tursa 180 dan sotibdir. Cho'pdir. O'zgan mol bozorida turamiz hozir. Berag'da cho'p bozor. Adingizlar. Saman bor ekanmi? Akalar. Assalomu alaykum. Cho'p sotildimi? Qaysi? Cho'plar sotildimi? Çöpler var da. Buna samanlar qanchadan dedingizlar? Sen blogersin. Ha. Boşlar 170 180. 170 180 dan deb saman presslerde. Hozir saman уже sezoni bitdi. Samandan da sovuq dağı chiqib qoldi. Toza ekan biroq. Nasıl 180 dan o'xshaydi, 170 dan ekan. Cho'pdan sirtdan qarab bilinayotgan. Mana qara cho'plar qanchadan ekan aka? 270 260 240 shunday bo'ladi. 260 240 dan bo'lib ketgan. Arg'anda ekan. Nonsa 260 deydi. Cho'p bu yil juda qimmatroq. Cho'pchi aka. Qamish aralashgan cho'p. Nima qancha ekan? 150 so'm 100 so'm deydi bu vazda. Bunalar 100 dan o'xshaydi. Shunisi 100 dan ekan. Qamish aralashib bo'lmay qolibdir. Bu ekspertiya ekan. Al qancha? Buni 300 dan deyotadi. Al ekspertiya. Cho'pga shu yerga kelaverasizlar. Cho'p yaxshi lekin ko'p. Mana bu yerda da beda bor ekan hozir. Bedan so'raychi. Yaxshi jo'xshaydi. Yaxshi ekan. Cho'p ko'p voy hozir yerlaring bari choy ichgan ketib qolishdi bardaga. Naraqa. Assalomu alaykum aka.
Çöp eksport çöpü je jönөкөй çöpü? Assalamu alaykum. Çöp aralashda qanchadan ekan bu var? Al satılıp ketdi bari. 245'ten satılıp ketdi. Eksport çöp çöp aralash deydi. Жақсы баға болып тұр бірақ. Шөп кішкене қурай аралаш екен. 245-тен сатылып тұр. Мынау жерде дағы чөп сатылып жатады екен азыр. Аға дағы барамыз. Анықтан бізге қатты алып айтамаса кетеңіздер бір-бірден. Ассаламу алейкум ака. Бедеуі? Бедеуі? Қаншадан? 300-дан? Қаншанчы орын беде? Бірінші орын беде екен 300 сомдан дейді. Беде кішкене чөп аралаш екен. Жақсы көрінбей атат оқшайды күнге чағылышып. Кішіне қарарып кетіп тұр бірақ чөп. Бұл жерде бардығы алып сатат оқшайды. Дейқандар анша көрінбейді. Чөп сатылып кетті бака? Қаншадан болды? 240'dan. 240'dan экспорт цепі же жөнөкөй чөпі? Aralaş. Аралаш дейді экспорт цепі. Kapayla turadın be. Жоқ, сіздер түшпейсіздер, қызат болмаңыздар. 240'тан сатылып кетті, экспорт цеп чөп аралаш дейді. Ассаламу алейкум ака. Чөпті қанша дедіңіз? То чөпі? То чөпі? Ассаламу алейкум. Қанша дедіңіз чөпті? 280. Болышычы? Сатылып кетті 280'ден. 280'ден сатылып тұр маған чөп. Көкмөк чөп екен, бірақ жақсы. Шул жерге келе бересіздер чөп базарға. Біздің видео ақырына соңына жетіп келіп жетті. Бізге қатты алғанды ұмытпаңыздар.